Paxtakor jamoasi bosh murabbiyning fikrlarini eshitdingiz. Albatta bu fikrlar haqida biz ham keyinroq to'xtalishimiz mumkin bo'ladi. Nasdek bunday bo'lmasligini, yomg'ir kuchayib ketmasligini xohlagan bo'lardik. Derbisi bo'lib o'tdi. Ularning barchasi haqida keyinchalik jarayon o'tkaziladi. Endi hakamlar bilan birgalikda jamoa sardorlari o'yinni qaysi jamoa boshlashiga bizning mana qasamimizga namoyish etilmoqda. Bizning ortga yo'limiz yo'q. 6-7 o'rinlarni bo'lishib turadi Buxoro bilan birgalikda. Chunki Buxoroda 8 ochko. Bugun durang qayd etilsa, Paxtakorda ham xuddi shuncha. Tabiiyki, Toshkent jamoasi bunday natija qo'lga kiritishni xohlamaydi. Agar bugun Azamov 7-chi, Shuhrat Muhammadiyev 20-chi Erkin Boydo'layev hozir yaxshi imkoniyat yuzaga kelmoqda. Quvvatli to'pni qaytardi. Hozir endi Bahrom Abdurahimov oldinga qarab ketyapti. Abdurahimovning yiqitishda tantash vaziyatga yaqin turgan Gevarkan uchun anchagina qulay nuqta. Gevarkan o'tib ketdi. Sherzod Azam zarbani amalga oshiryapti. Rikki to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Ofsayd. Ofsayd deya bu vaziyat Abduxoliqov darvozani ishg'ol etdi. Boyagi vaziyatni yana bir bor ko'ramiz. Azamovning zarbasi. Boyagi jarayon. Yetkazib berdi Abduxoliqov egallamoqda, lekin unga qarshi bir yo'la ikkita o'yinchi. Abduxoliqov harakat qilmoqda. Gevarkan to'pni jarima maydoniga yetkazib beryapti. Zarba Gevarkanning to'p uzatishi. Ofsayd yo'q. Shomurodov to'pni tashlab beryapti. Abduxoliqov tomonga edi, lekin unchalik qulay tarzda bo'lmadi. Yana Shomurodov. Abduxoliqov ofsayd yo'q. Davom ettirsa bo'ladi. To'p jarima maydonida. Paxtakor vakillari to'pni qaytardi. Toshkentliklar qarshiliklardan ochko olishga muvaffaq. Ikkala o'yinda ham zafar quchgan, g'alaba qozonishgan. Mehmonlar to'pni egallab olishdi. Mana bu yaqqol foul va endi olish kerak cho'ntagidan sariq kartochkani. Yana bir bor ko'ring. Abdurahimov ulgurdi. To'pni o'zidan chapga olib o'tdi va Sohibov qay tariqa chiqib kelganligiga qayilyapti. Abduxoliqov chiqib ketmoqda. Abduxoliqov yiqilib tushdi. Hech kim ko'rmayapti. Mana endi ko'rishdi. Gevarkanga to'p uzatildi. Bir o'zi edi u. Aldab o'ta oladi Gevarkan. O'tdi ham. Mana endi yetkazib beryapti. Va Nasaf hujumga yaqin o'ynamoqda. Lekin himoyadan o'yin tashkil etish, himoyada mustahkam turib, qarshi hujumlarda raqibni chaqib olish. Hozir esa Nasafning navbatdagi hujumi Shuhrat Muhammadiyev to'pni yetkazib bermoqda. Qayerga? Kimga? O'zidan berilgan zarba Sherzod Karimovga tegishli. Gevarkanga qoldirdi. Gevarkan esa hujumga undamoqda. Bobur Abduxoliqovni yetib keldi. Abduxoliqov yetib keldi. To'p maydonda, lekin burchakka qarab ketib qoldi. Markaz kuzatib beryapti. Boltaboyevdan o'tmadi to'p. Bu yog'iga bir biz Sohibovning zarbasini ko'rdik. To'p jarima maydoni ichida yaxshi imkoniyat bor va hisobni ochishmoqda Paxtakor jamoasi vakillari. Diqqatni kuzataylik. Hech narsa yo'q. Hech qanday qoida buzilish ham yo'q. Qisqa masofadan bunday tarzda berilgan zarbani qaytara olmasdi. Hech qanaqasiga. Imkoniyat yo'q edi Quvvatovda va aytib o'tgandek, qaynoq jarayondalar Klichov sal keyinroq bo'lsa ham tushunib yetdi va kelib uzr ham so'radi. Menimcha Nikita Ribkin boyagi vaziyatni yana bir ko'ramiz. To'p jarimalarga yetkazib berilganda Quvvatov qizishib ketishdi o'yinchilar, keyin esa vaziyatni orqada qoldirishdi. Lekin qiziqqonlik bor edi. Va esingizda bo'lsa, birinchidan yakunlanish arafasida Artur Gevarkanga nisbatan kirib borishi mumkin. Yetib keldi, to'pni uzatib bermoqda Quvvatov. Yaxshi qaytarib berildi unga to'p. Kozak, Karimov, zarba keskiroq chiqyapti. E'tibor bering, Sador Rahmatov to'pni qabul qildi, uzoqlashtiryapti va qay tariqa chiqib kelmoqda Vladimir Kozak. O'yinda tashqari holat yo'q. Azamat Alaniyozov bosh bilan berilgan zarba 1-1. 1-1 hisob tenglashmoqda. 57-daqiqada Bobur Abduxoliqov hisobni tenglashtirmoqda. Mana bu golni endi hakamlar bekor qilishmaydi. Bo'lsa ham, bo'lgan taqdirda ham Alaniyozovda bo'lishi mumkin edi. Aslo Bobur Abduxoliqovda. Ikkinchi bo'lim boshida Nasaf hisobni tenglashtiryapti. Abduxoliqovga nima bo'ldi? O'ylada kuzataylik. Hujum kuzatilmoqda. Ofsayd yo'q, hech qanaqasiga ofsayd yo'q. Azamat Alaniyozov ancha ichkaridan chiqib keldi. Va nihoyat Ro'ziqul Berdiyev o'ylagan narsa amalga oshdi. Alaniyozovni maydonga tushirayotganida o'sha Aljiyashga qarshi bahsda ham mana shu harakatlar uchun maydonga tushirilgan edi. U yutib chiqish kerak. Yuqoridan kelayotgan to'plar uchun kurashlarda yutib chiqish kerak va bu harakat o'zini oqladi. Alaniyozov to'pni menimcha qabul qilib o'zi zarba bermoqchi edi, lekin 1-1.
Sergeyev. Qoidabuzarlik bor. To'pga chiqishda mana bu yerda ham bor foul va sariq kartochka Davron Hoshimov. Og'riq hamon qiynamoqda. 69-daqiqa to'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Nasaf hujumda davom etmoqda, olisdan berilgan zarba. Xoliqov bor, undan ham nariroq Tallan Yozov. Gevarkan o'zi zarba berishga qaror qildi. 100 metrdan ko'p. G'aniyevning qarori qanday? G'aniyev to'pni to'g'ri darvozaga yo'naltiryapti. Noaniq. Diagonal to'p uzatish chap qanotga. Bobur Abduxoliqov to'pga yetib kela oladi, lekin nimani o'ylab topadi? Abduxoliqov jarima maydonchida raqibni aldashga harakat qilmoqda. Orqaroq qaytardi. Rahmatullayev. Ro'parasida o'yinchi bor. Rahmatullayev o'yin tomonga ofsayd yo'q. Hujum davom ettirsa bo'ladi. Zarba, to'p ustun yonidan o'tib ketdi. Aziz G'aniyev. Bo'ldi, qadrli do'stlar. Ilgiz Tantashev bahs yakuniga yetganligini ma'lum qilmoqda. Rubr hisobiga imzo chekishga majburlar. Men esa ikkala jamoa vakillariga ham rahmat degan bo'lardim.